Bismillahirrahmanirrahim. Alloh taolo maqtovlar janob payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salom salovatlar bo'lsin. Hurmatli musulmon bir tug'anlar, biz eng cho'ng qo'rqinchli bo'lgan 3 fitna turasida masala qilamiz. Sebebi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Abu Hurayra hadisda aytadi, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam namozda: "O Allohim, men sendan qabr azobidan, jannat tozoq azobidan, jasho fitnasidan, o'lim fitnasidan, jana dajjalning fitnasidan saqlangni so'rayman" deb aytgan deydi. Hadis Buxoriy deganlar 1377-nomerda. Ahli sunna olimlar aytadi, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ushul hadisda Alloh taoladan eng cho'ng qo'rqinchli bo'lgan 3 fitnadan saqlasin so'ragan deydi. Sebebi birinchi fitna jasho fitnasi, alemi ikinchi fitna o'lim fitnasi, alemi uchinchi fitna dajjal fitnasi deydi. Alemi jasho fitnasi, adam bu jashoda yashaganda iki fitnaga tushib qolishi mumkin deydi. Jashosunda tirilligida birinchisi dinga baylanishdi, ikkinchisi dunyoga baylanishdi. Dinga baylanishdi kufrga tushib qolishi mumkin. Jehol bo'lsa shirkning turlariga tushib qolishi mumkin. Jehol bo'lsa bid'atning turlariga tushib qolishi mumkin. Jana boshqa kunlarga tushib qolishi mumkin deydi. Alemi dunyo fitnasi, adamdan dunyo bilan alik bo'lib, shayton o'shol dunyo bilan aliktendirib, dunyosi ko'payib, o'shoning natijasida Alloh taolo buyurgan ibodatlarni tashlab, Alloh taolo harom qilgan kunlarga jaylab tushib, o'sho narsaga singib ketib, o'sho narsaga batib qolib, natijasi o'sho narsaning ustida ko'p yaxshilikdan alistab Alloh taologa yo'liqishi mumkin deydi. O'shondan mana o'shul jasho fitnasidan musulmon doimo saqlanib, Allohdan duo qilib yurish kerak deydi. Alemi ikkinchi o'lim fitnasi bo'lsa, bu da ikkiga bo'linadi. Olimlar aytadi, bu o'limdan aslında jana o'limdan keyin deydi. O'limdan aslında degani adam bu dunyo bilan qo'shilishayotgan uchurda o'shol adam o'lim to'shagida yotgan kesda jon topshirgan alında al iymonning ustida o'tib, jehol bo'lsa bir ko'p degan kufrlar bor, o'sha kufrlarning birini aytib o'shaning ustida o'tib ketadi. Jehol bo'lsa ko'p degan shirkning turlari bor, o'sha shirkning turlarining birini aytib o'sha shirkning ustida mushrik ahvolda o'tib ketadi. Jehol bo'lsa bid'atning ko'p turlari bor, o'sha bid'atning birini aytib, birini qilib o'sha bid'atning ustida o'tib ketadi. Jehol bo'lsa kunonning emne degan turlari bor. O'sha kunoning qilib, o'sha kunoning ustida aroq ichib, aroqning ustida jana zina qilib, zinaning ustida jana boshqa ko'p degan prosentning ustida jana boshqa ko'p degan kunolar bor. O'shol kunoning ustida o'tib ketadi. Mana o'shul esine chiqanda, sebebi buldagi ayavay cho'ng narsada, agar musulmon yaxshilikni ustida o'tgan bo'lsa, ana arti yaxshi, alemi jamoatning ustida o'tgan bo'lmasa, anardagi narjag'i jamanlik bo'ladi. Alemi o'limdan keyingi fitna baribir bilesinglar, adam qabrga qo'yilgandan keyin ilk perishta kelib, "Man robbuka", sening Rabbing kim? "Ma dinuka", sening dining ne? "Ma nabiyuka", sening payg'ambar kim deb so'rab beradi. Kimde-kim ushul so'rovga to'g'ri javob bergan bo'lgan bo'lsa, ana narja inshaalloh yaxshilik bilan, rohat bilan boshlanadi. Alemi kimde-kim javob bera olmay, taqalib, o'shonday bo'lib turgan bo'lsa, aniqi azobi bilan ulanib boshlaydi. Alloh taolo saqlagan bo'lgan bo'lsa, mana o'shondan o'shul fitnadan da saqlanish kerak. Alemi uchinchi fitna dajjalning fitnasi. Albatta payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadislarida aytganday, dajjal bu qiyomat kunining ikki alomati bor. Kichik alomatlari, cho'ng alomatlari. Alemi dajjalning chiqosi bu qiyomat kunining cho'ng alomatlari. O'shondan qaysi bir odam o'shul dajjaldan chiqa turgan vag'ina kelib, o'shol uchurda yashab, dajjaldan fitnasini tushib qolish qo'rqinch borda. Olimlar qaysi bir odam dajjaldan uchurunda yashab, dajjalning fitnasini tushib qolgan bo'lgan bo'lsa, alamdan qutula olmaydi deydi. Tushgan odam qutula olmaydi. O'shoning uchun olimlar aytadi, dunyo fitnasini qaraganda o'lim fitnasi bilan dajjalning fitnasi ayavay cho'ng deydi. Sebebi jasho fitnasi, adam jashosunda fitnalanib, kunlarida Alloh taolo tavfiq berib, yordam berib, o'shol fitnadan tavba qilib, Allohdan kechirim so'rab, al qayta
оңолуп кетиши мүмкүн дейт да. Ал эми өлүмдүн астындагы фитнага түшүп, куфурдун, ширктин үстүндө өлө турган болгон болсо, анын арты тозок болот. Жана ошондой эле Даджалдын фитнасына кабылып, ошого ээрчип кеткен болгон болсо, анын арты дагы тозок менен аяктайт. Ошондуктан акыркы эки фитна, өлүм фитнасы менен Даджалдын фитнасы аябай чоң фитна деп айтышкан да. Ошондуктан мусулман адам ар дайым ушул дуаны ташаххудтан кийин саламдын алдында айтып жүрүш милдет деп айтышкан, урматтуу туугандар. Ал эми ушул нерсени намазда айтуу важиппи же сүннөтпү деген маселеде алымдар ортосунда талаш бар. Көпчүлүк алымдар бул дуаны намазда айтуу сүннөт, бул намаздын сүннөттөрүнөн деп айтышат да. Ал эми бир топ алымдар бунун өкүмү важип деп айтат. Бир топ алымдар бунун өкүмү важип, бул намаздын важиптерине кирет. Ошондуктан намазда буну айтыш керек дейт. Себеби Тоос ибн Кайсан деген табий рахимахулла өзүнүн баласын нафил намаз окуп, ошол намазында ушул дуаны айтпагандыгы үчүн кайта барып ушул дуаны кайталап оку дейт да. Тактап айтканда, намазын кайта окуп, намазынын артында ушул дуаны айтышын буйруп, кайта намазын кайталаганга буйруйт да. Жана башка бир топ алымдар намаздын важиптерине көрөт да. Мейли ал намаз фарыз намаз болсун, мейли ал нафил намаз болсун, ошондуктан мусулман важип деп көрсө дагы, сүннөт деп көрсө дагы, мына ушул дуаны жаттап алып, намаздарында калтырбай дайыма айтып жүрүшү керек болот. Аллах Таала бардыгыбызды кабыр азабынан, тозок азабынан, жана ошондой эле жашоо фитнасынан, жана өлүм фитналарынан, жана ошондой эле Даджалдын фитнасынан сактап, өзүнө ыймандын үстүндө, тавхиддин, сүннөттүн үстүндө жолугуш насип кылган болсун. Баракаллаху фикум.